Assalomu alaykum aziz obunachilar. Instagram ahli. Urgan shahrida, sentrida, Tozadomda 6-etajda 3 xonali 80 kvadrat metr kvartirani sotuvga chiqdi. Alan görüşünüz mümkün, tuvaleti, vanisi, addenli joylashgan shkafdan chiqib turibdi. Oboy qilinishga tayyor. Bunda zal joylashgan zal bo'ladi. Bir xona, yani oshxona, kuxnya, balkon, deshana qaragan balkon ham bor. Aziz obunachilar. Kattalar spalnisi, oynalar deshana qaran, keyin kichkinalar spalnisi. Lift ishlab turibdi, lifti bor. Remontga tayyor holatda yana. Kvadrat metrini 5.800.000 so'mdan deb aytib turibdilar, kelishiladi. Krediti bor. Telefon nomerini yozib qoldiramiz, telefon istesangiz, xohlasa telefonda gaplashilaveradi.